من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan darsimiz bo'lsa Abul Barakat An-Nasafi rahimahulloh yozgan Madarikut Tanzil ve Haqaiqut Ta'wil namlıq Tafsirun Nasafi degan ism bilan mashhur bo'lgan bu tafsir kitobining Baqara surasining 26-oyati. Allah azza va jallaning qavli: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. İnnallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Bugün bu ayet kelimenin Allah nasip kılsa belki 20'ni tüketememiz mümkün. Bu ayet kelimenin adı bilen kısaca tercümesini yapıtaylı. Allah azze ve celle dedi ki: İnnallaha la yestahyi en yadriba meselen ma ba'udaten fema fevkaha. Şüphesiz ki Allah Teala faşilçilik yoki faşidinmi yuqori narsalarning misol qilib keltirishdan hargizmi tortinib qolmaydi. Ya'ni Alloh taolo agar zarur kelsa, agar tegishlik bo'lsa, fasha va fashidanmi kichik yoki fashidanmi yuqori narsalarni misol qilib keltirishni tark etmaydi. Hargizmi tark etmaydi. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ama iman etqanlar bolsa, ular bu misalning Allah Taala tarafidan, ularning Parvardigori Rabbi tarafidan bo'lgan haq ekanligini biladi. Ammo kofirlar bo'lsa, ular Allah Taala bu misal bilan nimani iroda qilayotgando deyishidi. Allah Taala bu misal orqali nurg'ulg'an kishilarni ozdirdi va bu misol orqali nurg'ulg'an kishiga hidoyat berdi. Alloh taolo bu misol bilan faqat fosiqlarni ozdirdi deydi. Xo'sh, bu oyat keliminiki qisqacha mazmuni shu. Musannif rahimahullohning bu oyat keliminiki tafsir qilgan tafsir kelaydi. Abul Barakat An-Nasafi rahimahulloh deydiki: لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه. Yani Allah azze ve celle özünün kitabında zubab yani çivin ve ankebut yani ömürcükne özünün kitabında zikir kılıvedi deydi. Yani Allah azze ve celle innellezine yed'une min dunillahi la yahlukune zubaba diye ayet. Yani Allah Teala'nı koyup kafirler ibadet kılan bu putlar bir çivinli artışımı kadar olanmaydı o diyen ayet. Onun kendini yeni bir ayette inna evhenel buyuti le beytul ankebut diyen ayet. Yani öylenin en acizi ömürcükün üye. Ömürcükün üye. Yani bu ayette huddi kafirler Allah Teala'nı koyup butlarga taşlarga ibadet kılan kafirler üzünü muhafazatga elish jihatda, daldiga elish jihatda xuddi o'murchikning to'rining daldisiga olganga o'xshaydi. O'murchikning to'ri ya bir süpürgega bardoshlik berolmaydi, ne bir shamolga, havoga bardoshlik berolmaydi. Shuncha ojiz narsa. U xuddi Allohni qo'yib, Allohning g'ayridan panohlik tilagan, o'zini Allohning g'ayridan panohiga olganlar xuddi o'murchikning to'ri bilan panohlanganga o'xshaydi. Uylarning ichidagi eng aciz uyqası ömürcük uy, yani ömürcük to'ri. Degan şu misollarni Alloh bayon qilib keltirgan edi. Men sizlarga misollarni bayon qilishga hikmatlarni oldingi shu birinchi misolda bayon qilib o'tib bergan edim. Alloh taoloniki
Şu münafıklarniki misallarını bayan qilgan birinchi oyat Baqara surasiniki. Kemasalillezî istevqada nara. Masaluhum kemasalillezî istevqada nara degan oyatda sizga bayon qilgan. Ya'ni Alloh taolo bunda hissiy bir ma'naviy bo'lgan, aqliy bo'lgan bir ma'nini tushuntirish uchun hissiy bo'lgan, ko'zinglar bilan ko'ralaydigan, quloqingni anglagan, quloqingni tuta oladigan bir sizning tunushiq bo'lgan bir narsani misol keltirib turib, o'qishib turib, sizlarga aqliy bo'lgan, yangi bo'lgan bir ma'nini nima qilib tushuntirib beradi. Alloh taolaniki tutgan odati shu. Endi mush misollarning masalasini biz so'zlab bitib bo'lgan. Endi bu shu misollarga kofirlar nima qildi? Yahudiylar, Madinadagi yahudiylar itiroz bo'ldi. Qanday qilib? Alloh taolo degan hele o'mishning gapini, hele chuvinning gapini qilamdi bu yerda. Alloh taolo degan o'mishik chuvin, pashi chuvin, o'mishik chuvinlarning gapini qilib turamdi. Alloh taolo degan katta zot bo'lsa, anda kichik pashi filat gaplarni qilib o'tiramdi deb bunda bir masxara qilish va yusidan buni itirozni bildiganda shu chaqda Alloh subhanahu va taolo va taqaddas shularniki mush gapiga qarshi, ya'ni Ankabut bilan Zubobga bildigan itiroziga qarshi, hali u Zubob Ankabutgan undan kichik bo'lgan pashini misol keltirishdi. Alloh taolo agar mavlidi kelsa, navbat kelsa, ya'ni qolmaydi degan haqda tushgan oyat deydi. Masalan deydi kim demishadi mana? Lamma zikrallohu taala az-zubaba val ankabut. Alloh taolo chivin va o'michni zikr qilgan edi o'zining kitobida. Va daraba bihi masalan. Uni bilan birga misolni va daraba bihi masalan degan shu o'michik chivin bilan birga misol bayon qilganda, daraba bihi masal degan gap darbul masal degan, ya'ni misol bayon qilish, masal bayon qilish degan bo'ldi. Masal bayon qilgan edi. Endi shu vaqtida lamma degan narsa vaqtda degan bo'ldi. Zarf. Shu vaqtida dahikatil yahud, ma yahud dahikat degan lammaning javobi. Yahudilar shu vaqtda kuldi, ya'ni masxara qildi, zanglik qildi. Va qalu dedilarki, ma yashbahu hada kalamulloh. Ma u Alloh azza va jalla Allohning kalomiga o'xshamaydi ekan. Allohning kalomi degan anda chivin, o'mich degan gaplarni deb o'tirmaydi deb shunda dedi. Mana shu vaqtida fanazal mana oyat nozil bo'ldi. Innalloha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Shubhsizki Alloh ay yadriba masalan ma degan qandoqli bo'lmasin, qandoq misol olsun bir misolni bayon qilishdan, ya'ni pashining misolini bayon qilishdanmi tortinib qolmaydi, ya'ni terk etmaydi. Pashining misolini bayon qilishdanmi terk etmaydi degan bo'ldi. Bu yerdagi ay buni ma'nosi innalloha la yastahyi deganki la yastahyi deganning ma'nosi ay la yatruku darbal masali bil ba'udati tarka man yastahyi ay yatamassala biha li haqaratiha. Bunu ma'nosi, bu jumlaning komil ma'nosi, ya'ni Alloh taolo pashi bilan darbi masal qilishni tark etmaydi. Tarka man yastahyi ay yatamassala biha li haqaratiha. Ya'ni u narsaniki pashining haqir bo'lganligi, ya'ni tilga og'uchilik yo'q bo'lganligi uchun misol keltirishdan tortingan kishining tark etganidek. Tark degan katarki. Tarka man yastahyi. Tark degan masdar ma'nosi. Tushunalmi? Maf'ul mutlaq. Tarki degan ma'no bo'ldi. Ya'ni maf'ul mutlaq degan ba'zida o'xshash, masalan jalastu jalsatal qali deydi. Jalastu jalsatal qali desa, men yana qali, ya'ni jalastu ka jalsatil qali degan ma'nosi. Men qarining o'tirg'inda yugunib o'tirdim degan edim. Shunda bir şeymi? Tarka man yastahi, ya'ni xuddi bir narsani bayon qilsak, boshqalar uni ayblashidan qo'rqib, tatinib bayon qilmagan odamdek Alloh taolo bayon qilmay o'tirmaydi. Balki bayon qilaveradi. Alloh taolo hech kimdan tortinib qolmaydi. Bayon qilish to'g'ri kelsa, bayon qilaveradi degan bo'ldi. Va aslul haya'i, hamda haya, bizda bizga haya degan nima? Deb avvalan hayoni tushuntirdi. Bu haya degan sifat Alloh taologa munosib kelamdi, munosib kelmamdi. Bu haqida so'zlaydi. Chunki Qur'oni Karim intayin majazlarni intayin ko'plab o'z ichiga olgan. Shunday yerda inchiklab tadqiqot etishni, inchiklab tahqiqlashni intayin zarur deb qaraladi. Nimishqa deganda Qur'oni Karimda ba'zan so'zliklar ishlatiladi, ammo bu so'zliklardan nimasi iroda qilinmay, mazmum birinchi bosqichi mabadi iroda qilinmay, bundan maqosid iroda qilinadi. Boshlanish nuqtasi iroda qilinmay,
balki ahrilish nuqtasi irada qilinadigan ish bor. Masalan, bu masalada biz Ar-Rahman Ar-Rahim degan edik. Ar-Rahman Ar-Rahim dedik. Maqsad nima deganda Alloh taolani laysa kamithlihi shay va huwa samiul basir degan oyatning hukmi bo'yicha Alloh taolani bandalarga o'qitib selishdan har qanday bir jihatdan saqlanish. Maqsad bu. Tushundinglarmi? Endi bu yerda haya degan asli haya deganning asli nima? Taghayyurun va inkisar. Haya deganning ma'nosi asli taghayyur, o'zgarish. Insonniki bu bir insonniki xarakterdagi, insonning tabiatidagi paydo bo'ladigan bir o'zgarish. Bir holatdan yana bir holatga yetkaziladi, o'zgarish va inkisar degan sunuqlik, sinish. Inson shunda xotirjam turgan yerdan oyoqqa xijillab tortinib qolgan chog'da yig'ilib qoladi. Yani xuddi yana mujilib qoladi, sinib ketadi degan inkisar degan gap yig'ilib qoladi, inqibat. Yani ichilanmaydi. Beşte qilib turgan bo'lsa qilinmaydi. Vücut turmuzlanib qoladi degan gap inkisar. Ya'talil inson, ya'ni hayo degan taghayyurun va inkisar degan gap o'zgarishga ya'talil inson. İnsonga min taxawufi ma yu'abu bihi va yudam. Yani ayıplanadigan va yudam degan so'kiladigan bir narsaning qo'rqinchisining tufaylidan insonga to'g'ri bo'ladigan bir xil o'zgarish. Bir xil o'zgarish holati nima deb ataladi? Hayo deb ataladi. Bu chaqda inson o'zining asldagi holatida turmaydi. Aslida normal turgan holatida yuzini qiziraydi. Qilib turgan so'zini qila olmaydi. Qilib turgan ishini qila olmaydi. Ya'ni mushu hayo deb gapiradi. Bunun normal holatini qila olmaslikka olib boradi. Normal qilayotgan so'zini va qilayotgan ishini qila olmaslikka olib boradi. Tushundinglarmi? Va la yajuzu alal qadimi taghayyur. Endi zoti poki qadim bo'lgan Allah azza va jallaga o'zgarish joiz bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki Alloh taolo kullu yawmin huwa fi sha'n dedi. Ya Alloh taolo har kuni bir holda, ya'ni Alloh taolo o'zgarmaydi. Burun andaq edi, hozir bundaq bo'ldi. Avval andaq edi, keyin bundaq bo'ldi degan shu. Alloh taolo avvalda shu Allah shu holatda, keyin shu Allah shu holatda. Hech qachon o'zgarish Alloh taologa nima? Alloh taolo o'zgarishni qabul qilmaydi. Endi qadim bo'lgan Alloh taologa tag'ayyur, o'zgarish va xavf degan gap, qo'rqish va zam, so'kilish, ayblanish deganlar Alloh taolo joiz bo'lmaydi. Anda o'g'anda biz qanday qilamiz bu ma'noni qanday ishlatamiz desa, valakin biroq at-tark, ya'ni shu ishni qilayotgan ishni qilmaslik, so'zlayotgan so'zni so'zlamaslik, qilmaslik, tark qilish degan lima kana min lavazimihi abbara anhu bihi. Degan tark degan shu nimaning hayoning lozimlaridan bo'lganligi uchun abbara anhu degan gap shu tarkning o'rniga, mana badal anhu degan badalmandi. Badala tarkning o'rniga bihi degan gap shu hayo bilan nima qildi? Iborat keltirdi. Tarkning o'rniga hayo bilan iborat keltirdi. Buni endi deb ataymiz majaz mursal babida. Ya'ni itlaq al-malzum va iradatu al-lazim. Isonda bato durust balagatga shu sizning 8 xil aloqani o'rnayna. Shu 20 xil aloqa bor. Nima bilan so'zning asli ma'nosi bilan ko'chma ma'nosining o'rnida 20 xil aloqa bor. Shu aloqaning birisi itlaqul malzum va iradatul lazim. Ya'ni malzum ya'ni lima kana min lavazimihi. Tark degan nima lozimidan bo'ladi? Shu hayoning lozimidan. Bir odam hayo qilgandan keyin qilayotgan ishini qilmaydi. Nima qilishini, so'zlayotgan so'zini demaydi. Ya'ni hayo qilgan shu yuziga qizillik paydo bo'lganda amaliyatda inqibat, ya'ni o'zini tutib olish, o'zini to'xtatib olish kelib chiqadi. Mana mo'ju kelib chiqishdan o'zi tark deb ataladi, ya'ni qilmaslik. Endi biz mishadi shunga musannif bashda la yatruku dedina. Innalloha la yasta'iyaning ma'nosida nima dedi? La yatruku darbal masal bil ba'udati tarka man yasta'i yatamathala bi ahli aqalatiha. Ya'ni xuddi bir narsani eg'izga olsa yo'q narsani tilga ilishdan xijilolab izoh etib tilga olmagan odamdek, tilga olmay tilga ilishni tark qilgan odamdek Alloh taolo fashiga chaqliq bir narsani mo'rdi kelsa, navbat kelsa misol bayon qilishni nima? Tark etmaydi. Misol bayon qilishni tark etmaydi degan bo'ldi. Buning ma'nosi mana kavl ma'nosi bu. Bu degan haqiqiy bilim, haqiqiy muhaqqiq tafsirning ichida men o'ylayman bu tafsirga yetib qolgan tafsir oz chiqdi deb o'ylayman. Yani her cihetten, akide cihetten, fiqh cihetten ve balagat, fasahat cihetten hemmini kamil ölçüge algan. Bu intayın mükemmel bir tefsir. Allah Teala kabuliyetini yazgan. Hoş.
Endi bu birinci ma'noda, ya'ni bu sherdagi aloqani majoz mursal qatoriga yozib, min idloqi al-malzum va iradatul lazim, aloqatul luzumiyya degan shu babga tushuntirdi musannif. Endi buni bilan bu yerdagi innalloha la yastahi deganki yastahini bu majoz mursal bobiga kirgizmay va yajuz an taqa hadil babini ilmul badi' bobidan, bu ilmul bayon bobi, majoz degani nima, ilmul bayon bobimi? Biz ilmul bayon bobini so'zlamay, buni ilmul badi' bobidan so'zlab, buni at-tibaq bobiga kirgizsak bo'ladi deydi. Ya'ni bizda bir tibaq deb bir bob bor. Sizda bo'lgan bo'lsa, ilmul badi'ni o'qidinglar buni. Ya'ni ikki so'z keladi. İkisinin lafzı bir xil. Ma'nosi boshqa. Lafzi bir xil. Muqobaladan atıldı, tibaqdan atıldı. İkisinin lafzı bir xil, lekin ma'nosi boshqa. Masalan, ve ceza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Anladın? Mesela yamanlıkның cezası yamanlık degan gap. Ve ceza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha degan gap. Yamanlıkның cezası yamanlık dedi. Şu tibaqda batırdı mana. Ama bilindiki yamanlıkның cezası sayyi'a. İkincisi yamanlık. Aşu yamanlık degan gap bunun cezası yamanlık emas aslında. Bunun nisbeten nahayat yaqin bo'lgan jazo uningga, lekin aşu muqobala haqida ketgan gap buningga. Uningga nisbatan yaman, shularga nisbatan qattiq yaman bo'ldi, lekin amaliyat haqiqatda haqida bo'ldi. Lekin shuni muqobala, selishtirish. Va makaru va makaralloh. Vallohu khayrul makirin g'oyatimi shu. Va makaru va makaralloh. Ya'ni ular hilm mikr qildi, Alloh taolo ularning hilm mikrini barbod qildi degan ma'no. Ma'nosi boshqa, ammo muqobala uchun nima? Ikkisini mushakala, majoz mushakala deb qo'ydi. Majoz buni nimaning babida, ilmul badi' babida muqobala deydi. Majoz babida majoz mushakala deydi. Ma'nosi boshqa. Hamma musannif deydiki, ve yecuzu en taqa hadihi al-ibaratu, bu ibara, yani la yastahi degan bu ibara fi kalamil kafarati, kafirlarning kalami haqida. Tushunish ham joiz. Masalan, faqalu kafirlar nima degan edi, bunda degan edi. Ama yastahi, endi miyada bizga demoqchi bo'lgani sababi nuzul demoqchi. Oyatni tushunishda sababi nuzul intayin muhim qarindoshlar. Oyatni tushunishda sababi nuzulni bilish intayin muhim. Çünkü bu vaqtda Allame As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ataten asbabun nuzul aya. Lubabun nuqul fi asbabin nuzul deb kitap yozgan. Lubabun nuqul fi asbabin nuzul. Bu kitabı intayin meşhur, intayin bütün Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin içindeki şu sebeplerini böyle zikir kılgan bunun da. Onu da ki de bazen keyingi tefsir Jalaleyn tefsirinin asli tarifiga bilingan. Şu Lubabun nuqulniki şu sebepler hemmesi şu tefsirin aslını bilingan. Endi nima uchun desa oyatlarning haqiqiy shu bir tahdid, yani aynan şu vaqani tushunish haqida sababun nuzulning roli intayin kuchli. Buni bilish kerak. Ammo sababun nuzul bizning oyatni tushunishimizga vosita. Ammo oyatning hukmi faqat shu sababun nuzul xos emas. Laysa al-ibratu nima bi xususi sabab. Al-ibratu nima bizniki e'tibor qildig'imiz sababun nuzulning xosligi emas. Bizga oyatning omligi. Umumul aya, al-ibratu bi umumil aya. Biz ibrat edishda, hukm edishda oyatning umumligidan olamiz, lekin tushunishda sababun nuzullarni tushunamiz. Ma'ni bilish kerak qoida bor. Shunga men aytdim da ma ikkinchi xil ma'noni musannif bizga sababun nuzul bog'lab keltiryapti. Faqalu ama yastahyi, ular nima dedi? Shu sababda ama yastahyi Rabbu Muhammadin ay yadriba masalan biz-zubabi vel-ankabut. Muhammadning Rabbi, Muhammadning Parvardigori chivin bilan o'ymuchukni misol qilib keltirishdan bir hayo qilmadimi? Bir tortinib qolmadimi? Xijil bo'lmadimi? Uyalmadimi? Deb shunda degan vaqtida bularning mushi gapiga nima qarshi holda muqobala qilib, ittifoq qilib, mushi gapiga jipslashtirib buni udullashtirib innalloha la yastahi aytganda deydi. Tushundingmi? Demak, ma'nodan oyatniki sababi nuzul bo'lgan aloqasining naqadar muhimligini bilalaysiz. Xuddi o sababi nuzulni shu oyatda deyilgandek, xuddi oyatda so'zlangandek, Alloh taolo shunga qarama qarshi javob bergandek.
holatda. فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال. Şunu bilan mana bu muqobala yo'li bilan, ya'ni selishtirish yo'li bilan va itbaqil javobi ala sual. Savolga javobni udul keltirish yo'li bilan nima keldi? Innalloha la yastahi deb keldi. Va huwa fannun min kalamihim badi'un degan gap. Ya'ni bu bo'lsa, ya'ni bunda muqobala yo'li bilan savolga javobni udullashtirib keltirish yo'li bilan keltirish jumlani bu ularning min kalamihim degan oyatning o'zining kalamidan bo'lgan fannun badi'. Fannun badi' degan gap, ya'ni ilmul badi' degan bir fan. Ayrim bir fan deyapti. Ya'ni bizdagi fazohat balog'at bobi qanchaga bo'lingan? 3 ga bo'lingan. Biri ilmul maani, yana biri ilmul bayan, yana biri ilmul badi'. Ma'u ilmul badi' bobidan muqobala, ya'ni gapni solishtirib udum aytish. Va makaru va makaralloh vallohu khayrul makirin. Ular ama yastahi Rabbu Muhammad desa innalloha la yastahi yadriba deb bunda muqobil qilib solishtirib udum keltirish. Bu bo'lsa gapning intayin badiiyligini, ko'rinishini va ma'nolarini ajoyib jipslashtirib keltiradigan bundaq bir isil badiiy bir fanda o'tir. Xo'sh, endi va fihi lugatan. Buningda ikki lug'at bor deydimda. Ya'ni yastahyi, istahya, yastahyi. Istaha yastahi degan bor. Ammo oyatda yastahyi deb kelgan, endi bu istahi asli bilan istahya yastahyi. Bu lug'atdan bunda ikki lug'at bor deydi. Ikki lug'at bor degani, ya'ni ikki xil ma'nosi bor buniki. Ikki xil shakli bor. Biri at-ta'addi bi nafsi, istahya degan gap ba'zida o'zi bilan mutaaddi bo'ladi. Ya'ni bu fe'l lozimlikdan o'zi bilan nimaga mutaaddilikka, utumlik fe'l, utumsiz fe'ldan utumlik fe'lga aylanadi. Ba'zida bil jar, harf jar bilan, ya'ni ba'zida istahyahu deb kelsa, uningdan hayo qildi deb ma'no etamiz. Ba'zida istahya minhu, uningdan hayo qildi. Ikkisi o'xshash. Ya'ni demak, buning hayosi boshqa tarafga o'tadi. Bu istahya uningdan hayo qildi. Qachonsida mutaaddi ma'nosi olganda qildi deb ma'no etsalar. Fe'l lozim bo'lganda bo'ldi. Shundan farqimiz shu bizda. Tarjima qilsak, eng oddiy tarjimasi mutaaddida nima qildi. Lozim desa bo'ldi. Tushundingizmi? Yani hayo bo'ldi. Tartindi desa, masalan, hayo qildi degan bo'ladi. Hayo qildi desa, bu nima degan bo'ldi chaqda? Uningdan hayo qildi degan ma'no. Xo'sh, endi yuqalu istahyaytuhu va istahyaytu minhu. Yani istahyaytuhu ba'zida istahyaytuhu desak, ma o'zi mutaaddi bo'ldi. Ya'ni istahyaytuhu fa'il maf'ulun bilan aqlab o'tadi. Maf'ulun bilan aqlab o'tadi. Uningdan hayo qildim deb. Ama maf'ul bo'ldi keyindigicha, shundan keyindiki maf'ul. Va istahyaytu minhu, ba'zida minhu deb keladi. Uningdan hayo qildim. O'xshash ma'nosi o'xshash bir xil. Ikkinchisida istahyaytu degan fe'lning nimasi chiqadi? Maf'uli chiqadi. Fe'l lozima fe'l mutaaddining nahv jihatdagi ma'nosi nima? Fe'l mutaaddining maf'ulusi bor, fe'l lozimning maf'ulusi yo'q. Daraba Zaydun Amran. Uni keyincha darasa Zaydun. Darasa Zaydun. Ba'zida qara'a Zaydun. Ba'zida sara Zaydun. Yana shunday gap. Mana fe'l lozim bo'lsa, uni maf'ul ketmaydi. Maf'ul bo'lish ehtimolligi bor. Bir harflar bilan nimaga aylanib, fe'l mutaaddiga aylanib, maf'ul bo'lish ehtimolligi bor, lekin fe'l mutaaddining cho'qim maf'ul chiqish kerak. Ya maf'ulsi ya zohir bo'lish kerak, ya taqdiran bo'lish kerak. Istahyaytuhu degan bu nima? Mush istahyaytuniki nimasi? Fe'l fa'il maf'ulusi. Istahyaytu minhu degandiki bu istahyaytu fe'l fa'il minhu maf'ulusi. Shunday. Va huma muhtamalatani huna. Degani har ikkinisi mishada innalloha la yastahyining harfi jar bilan nim bo'lishi, mutaaddiga aylanishi va har bir jarsiz mutaaddiga aylanishi har ikkisi ehtimolligi bor. Endi bu yerda har ikkinisi ehtimolligi bor. Ya'ni innalloha birinchisi o'z bilan mutaaddi bo'lgan joyda innalloha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'd deganda bu joyda Alloh taolo la yastahyi darbal masali degan bo'ldi. Innalloha la yastahyi darba andiki ma'di arf masdari. Yani masdar fi'l mudari'ni masdarga aylantirdi. Ya'ni innalloha la yastahyi darbal masali darba ay masalin kan
ba'udatan fama fawqaha degan bo'ldi. Manisi bu chaqda ya'ni o'zi bilan mutaaddiga aylangan bo'ladi. Endi yeni bir ehtimollik bo'lsa innalloha la yastahyi min darbil masal. Min darbil masal. Ya'ni ikkini ma'nosi o'xshash ma'no aytamiz. Alloh taolo misol qilib ketdi, pashidan yuqorichalik narsani misol qilib keltirishdan nima tartinib qolmaydi, yani terk etmaydi deb ma'no aytib beramiz, o'xshash keltirishdan deb lekin bu arabcha ifodalanishida minni taqdir qilishimiz mumkin, min bilan mutaaddiga aylangan bo'lishi mumkin yoki minsiz mutaaddiga aylangan bo'lishi mumkin. Tushunarmi? Xo'sh, endi va darbul masal. Nima degan gap? Darbul masal degan nima degan gap? Darbul masal. Daraba degan urdi degan gap. Misol degani qanday urdi desa, ya'ni bu yerdagi darbul masali sun'uhu. Ya'ni misolni nima qilish? Yasash degan. Misolni yasash. Endi biz nima deymiz uni bayon qilish deb. Biz ustozlarimiz ya'ni masal bayon qilish, misol bayon qilish deb yurgan. Misolini bayon qilish deb. Masalan bu darb degan nima chiqqan? Masalan min darbil labini va darbil khatam. Darbil labini va darbil khatam, ya'ni sütni darbil labini hep üstemasmaydi labin qishni quyish. Uy yasaydan qish varma labin bo'lgan ekan, qish quyish, qishlarni quyishni darbil labin deydi. Va darbil khatam degan uzuk quyish bunda. Uzuklarni quyish. Undan keyin masalan madrub deb fiqhda to'xtamay dirhamun madrub deb chiqadi. Dirhamun madrub degan gap pul qilib quyilgan tanga. Tilla tanga pul qilib, pulga aylantirilgan, quyimiz ortida quyilgan degan bo'ldi. Ya'ni yasalgan degan gap. Yani darbil masal degan gap masallarni yasash. Masallarni misol qilib keltirish degan ma'noni bildiradigan gap. Xo'sh, endi ma va ma hadihi ibhamiyatun. Bu yerdagi ma, masalan ma degandiki ma ibham degan gap. Bu yerdagi ma ibhamiy. İbham degan gap mujmal. Bir narsani mujmallashtiradigan. Tushunarmi? Ya'ni bir ma'lum bo'lgan bir narsani noma'lumlashtiradigan. Iniq bo'lgan narsani iniqsizlashtiradigan. Uni keyinidan o'zi uchiq bo'lgan narsani mujmallashtiradigan bir narsa. Bu yerda ma mujmallashtiruvchi ma. Mujmallashtiradigan ma. Endi bu mujmallashtiradigan ma nima bilan kelsa? Nekiri kelib qolsa, nekirni texmi mujmallashtirib anlashtirdi. Bu ma qachon nekir ism kirsa, nima qo'ydi? U nekir degan asli bir mujmal ism notunish, iniqsiz. Uni texmi iniqsizlashtirib, nima qilib anlashtirgan doirasini texmi nima kanallashtirib umumlashtirdi. Masalan, va hiya allati idza iqtaranat bismin nakirati yoki bismi nakiratin abhamathu ibhaman va zadathu umuman. Ya'ni bu ma degan qachon nakira ism bilan nakira bismin nakiratin qachon bir nakira ism bilan birlikda kelsa abhamathu ibhaman degan u nakira ismni texmi bak nima qiladi? Mujmallashtiradi, iniqsizlashtiradi va zadathu umuman degan uningga umumlikni ziyoda qiladi. Texmi bak doirasini kengaytiradi, umumlashtiradi. Ki qavlika masalan qavliga o'xshashki a'tini kitaban ma. Masalan, sen a'tini kitaban desang, a'tini kitaban desang, menga bir kitobni bering. Menga bir kitobni bering degan gap, ya'ni noma'lum bir kitob hamda. Noma'lum bir kitobni bering degan bo'ldi. Lekin ma kitaban ma deb ma deb qasulabni bo'lib qoldi joqda. A'tini kitaban ma desa, ayyi kitabin kan. A'tini kitaban ayyi kitabin kan. Ya'ni qanday kitob bo'lsin, menga bir kitob bering. Qanday kitob bo'lsin, menga bir kitob bering degan bo'ldi. Tushunarmi? Chunki biz menga biror kitobni bering. Biror kitobni demaymiz. Biror deb qo'yamiz. Lekin asli ayyi kitabin kan. Yani bu oyatdagi ma'nosi qanday bo'ldi o'chaqda? Ya'ni innalloha la yastahyi ay yadriba masalan ma. Alloh taolo qanday bir misol bo'lsin. O misol cho'ng misol olsun, kichik misol olsun, katta olsun, tilga og'zi yo'q bo'lsin, qanday misol bo'lsin, uni misol qilib bayon qilishdan hargizmi haya qilmaydi, tartinib qolmaydi degan bo'ldi o'chaqdagi ma'no. Aw silatul litta'kid. Yoki bu silatul litta'kid ka'allati fi qawli ta'ala fa bima naqdihim mithaqahum. Yoki bu yerdagi bu ma ism mavsul. Bu yerdagi ma ism mavsul bo'ladi. O'chaqda allazi yoki allati ma'nosidan bo'ladi. Ammo bu sila ta'kid uchun kelgan.
Qalanma musannifniki intayin adab taadduban dil ta'kid deb. Ziyoda degan demakchi asli. Ya'ni bu ma ziyoda bo'ladi, lekin nima uchun ta'kid deb ketdi? Chunki bakam ziyoda emas, Qur'on Karimda ziyodasi yo'q, tushunamizmi? Lekin ziyoda deganlikning o'zi, masalan, nahv kitoblarida ziyoda deb qo'ydi, ma'nosi bo'lmasa nima ish qilibdiki? Buni bir odam divoga qo'ygan degan gap emas. Uning ma'nosi ziyoda degan ma'nosi, ya'ni o'z oldiga mustaqil bir ma'noni bildirmaydi. O'z oldiga mustaqil bir ma'noni bildirmaydi, ammo shu bil yandishib kelgan ma'noni kuchlantirdi. Tushunamizmi? Chunki ziyoda degan ma'nosi shu. Bu yerda ham shu ma'noni yana bu Qur'on Karimda ziyoda narsa ekan degan gap qalloqqa qolmizda bir ta'kid deb qo'ydi. Ziyoda degan tilg'amni ta'adduban. Imom Muslimniki intayin ilg'am uslub bilan. Ya'ni bu yerda ma ziyoda davodi, ya'ni ta'kid uchun kelgan. Maga faqat kuchlantirish ma'nosi beramiz chog'da. Mesela kelleti fi kavli Allah Teala'nın kavli febima naqdihim mithaqahum degan yerdagi bir şeydeki febilleti naqdihim mithaqahum degan bo'ldi. Bir şeydeki ma bu ma'ni va ziyoda deb ta'kid. Bu ta'kid ma'nosi bildirdi. Ya'ni ularniki ahdlarini buzg'onliklari sababidan deymiz. Ya'ni febi naqdihim mithaqahum degan ularniki ahdlarini buzg'onliklari sababidan ma'no etamiz. Buni biz bu yerdagi ma'mul kuchlantirish uchun kelgan. Sebebiyetli güçlendirish uchun kelgan. Endi ma dedim o uçakda ma mesela ma deganki ma ta'kid uchun kelgan. Ka'annahu qal Xudo Allah Taala deganki bu ta'kid uchun kelsa la yastahyi ay yadriba masalan albatta. Tamam? Allah Taala misal qilib keltirishni qat'iy tark etmaydi degan bo'ldi. Darbu masal qilishni albatta emas qat'an tark etmaydi degan bo'ldi. Chunki ziyoda deb qo'ysa, ma'no inson bo'lgan emas, ma'no emas. Lekin bu ma'no boshqa ma'no bildirmaydi. Shu Alloh taolaniki masal qilishini kuchlantiradi. Tushunarlimi? Qat'iy tark etmaydi. Cho'qim darb masal qiladi agar to'g'ri kelsa degan ma'noni biladi. Va ikki ma'noni farqi tushunarlimi? Agar ism mavsul bo'lsa ziyoda bo'ladi. Agar ma ibhami bo'lsa, u joyda daraba ma, ya'ni qandoq bir misol bo'lsin bayon qilgan bo'ldi. Endi demak, yig'ib tashfakan oxirida ikkinchisi bir ma'noni bildirdi. Xo'sh. Va ba'udatan, xo'sh endi ba'udatan degan nima desam, ba'udatan degan atfu bayanin li masalan. Masalanniki atfu bayoni bo'ladi. Masalanning atfu bayoni bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo qandoqli bo'lsin, qandoqli misol bo'lsin, biror misolni bayon qilishni tark etmaydi. Ya'ni pasha va pashining yuqorisidagi narsalarni bayon qilishni tark etmaydi. Ya'ni deb atbayan bo'lsa ay degan gapni tushunasizmi? Atbayan deganga ay, ya'ni deb. Ya'ni pasha va fashidan yuqori narsalarni bayon qilishni nima qilmaydi? Tartib qilmaydi, tark etmaydi degan bo'ldi. Aw maf'ulun li yadriba yoki yadribaning maf'uli bo'ladi. Ma u ilqi yoki yadribaniki maf'uli bo'ladi degan gap u chaqda maf'ul yadribani ikkinchi maf'uli bo'ladi. Agar yadriba darbul masal ja'alul masalda bir yerga yadriba ja'ala ma'nosida bo'lib qolgan chaqda uniki qancha maf'ul bo'ladi chaqda ikki maf'ul bo'ladi. Shu chaqda ikkinchi maf'ul bo'ladi. Ba'udatan fama fawqa ikkinchi maf'ul nima yani masalan ma birinchi maf'ul bo'ladi. Birinchi maf'ul bo'ladi u chaqda. U chaqda ma'no ya'ni Alloh taolo ma'no qanday o'zgardi? Alloh taolo qandoqli bo'lmasin bir misolni bayon qilib keltirishdan, qandoqli bo'lmasin, Alloh taolo qandoqli bo'lmasin, pasha va pashiga chaqlib pasha va fashdan yuqori bo'lgan narsalarni misol qilib keltirishdan nima oyoq qilmaydi degan bo'ldi ma'no chog'da. Pasha va pashiga chaqlib narsalarni misol qilib keltirishdan bunda ikki maf'ul aylantiramiz. Ikki maf'ulni bir-biriga bog'lab keltiramiz u chog'da. Ammo birinchisidan da olmaydi. Birincisi hal bo'ladi u chog'da. Masalan, hal bo'ladi u chog'da. Birinchisida, tushunarmi? Endi bu yerda va masalan halun deydi. Biz birinchisida qoida bo'yicha atf bayon qilgan vaqtimizda, ba'udatan atf bayon qilganimizda masalan nima bo'ladi? Yoki va masalan nima maf'ulun niyati bo'lsa, agar ba'udatan maf'ul bo'lsa, masalan nima bo'ladi qarindosh? Masalan maf'ulanning holi bo'ladi. Bizga musannif bu yerda 3 xil gapni bayon qilmoqchi ekan. Birinchi holat bu yerdagi ba'udatan atf bayan, masalan atf bayan. Jo'da masalan maf'ul. Masalan innalloha la yastahyi an yadriba masalan.
Yani yedribaniki nimasi bo'ladi? Maf'ulusi bo'ladi. Yedriba masalan. Yedribani maf'ulusi bo'ladi. Birinchi. Ma'nosi. Unga ba'udatan atfu ham bo'ladi. Ma birinchi ma'no. Ikkinchi ma'no yoki maf'ulun li yedriba uchada ba'udatan yedribaning maf'uli bo'ladi. Ba'udatan yedribaning maf'uli bo'ladi. Masalan desa masalan nekira bo'ladi. Ya'ni hal. İkincisi meliki mesela nimadan hal bo'ladi? Yadriba degan fiildan ya'ni yadriba masalan yadriba masalan ba'udatan hal bo'ladi. Ba'udatan maf'ulun hal. Yani inna Allah la yastahyi ay yadriba mesela ne gap ay yadriba ba'udatan حال كونها مثلا أي يضرب بعوضة حال كونها مثلا جنبه. Yine bir kaide var, bir kaide. İnsanın tuğasını. Bu kaide olsa kaçan nekirenin sıfatı, nekirenin sıfatı kaçan aldı olsa bu hal gayridir. Bir kaide. Kaçan? İza mata kuddimet sıfatu en nekira tesiru halen. Şunu ama kaçan nekirenin sıfatı olduğu bitap kalsa bu İrab begende hal da bir İrab böyledir. Şunu mu? Yani inna Allah la yestahyi en yedriba ba'udatan hale kevniha mesela. İnna Allah la yestahyi ba'udatan hale kevniha mesela. Diyen mani çıkıdı uçağda. Mani biliyor ama. Ama bu ikinci kıl suret ama üçüncü kıl suret evin tesaba mef'uleyni ala enne darabe bi ma'na ceale. Ben beşte söze bitken. Ya ki üçüncü kıl halet İkincisi mensup yani ba'udatan mesela ikincisi mensup her kanda halette. Lakin ikincisi manada ikincisi mef'ulluk binaen züvel. Birincisi de kanda oldu birincisi mef'ul. Mesela mef'ul ikincisi atf yani ben en muvafık manada koyamam şunu. Birincisi. İkincisi mesela ba'udatan mef'ul mesela ba'udatan'dan hal. İkincisi. Üçüncüsü her ikincisi mef'ulun bir uçağda. Uçaktaki darabenin manası ceale mesela. Ceale meselen diye manada. Yani inna Allah la yestahyi en yec'ale meselen ma ba'udatan diye. Yani Allah Teala paşını misal kılıp getirişini diye bunu. Allah Teala paşını misal kılıştın hayakınmaydı diye bunu manası. Paşını misal kılıştın. Yani onu bizim bağlıcılık çaldı. Ma'mına ait düşürdüm ama ben de tercüme ederek düşürdüm o. Hoş emdi bizge veştikakuha da tutu. Veştikakuha minel ba'di. Emdi ba'ud degandeki yerilip çıkan asli masdarı nebeden çıkan dese ba'd'dan çıkan ba'd. Ba'd deganda manası sikat kesiş degen boldu. Parçalaş, kesiş degen boldu manası. Ba'd deganda. Mesela kel bad'i vel adbi. Kel bad'i vel adbi. Mesela bir şeydeki bizde iştikak kebir de bir bilim de pekemiz gibi beşide. İştikak kebir. İştikak kebir diyen gap 3 harf var. 3 fiilde kilodu. Bir de 5'de kilodu, bir de 30'de kilodu, bir de ahirde kilodu. Ba, da, a. Ba, a, da. Mümkünden yine bir şu a, da, ba. Hemmisi de ayn, da, ba harf bu. Hemmisi de. Lakin bas harflerinin oranını aldı kendini kengen. Lakin bu hemmisi katı manası üstünde aylanıyordu. Hemmisinde ortak bir manası var. Parçalaş, kesiş, parçalaş. Mesela bıdı dese bunun bir parçası denge, bıdı denge bir kança, bir netçe denge. Binasındaki bir sanının, umumi sanının bir parçası denge. Bıdı-i şerif deydi mesela. Bıdı-i şerif desem insanlığın bir parçası deydi mesela. Onun kendiden ba'd degen mi bazı bir kısmı denge. Da adab degen mi yine hemmisindeki katı manası var. Hemmisi kesti, parçaladı manası var. Paşa diyen gap, ba'ud diyen ba'd'dan çıkan, umum parçalıqçı diyen manada. Yuqalu mesela ba'dahul ba'udu deydi, yani paşa çişlip aldı. Paşa parçaladı onu. Çakıp aldı diyen gap. Ba'dahul ba'ud ise paşa çakıp aldı. Ve minhu ba'duş şey mesela. Binasının bir kısmı ba'duş şey. Demiş ki ba'duş şey deydi, liannahu qit'atun minhu. Çünkü o qit'atun minhu diyen aşinasının bir parçası. والبعوض في أصله بعوض يعني أصل ده صفة على فعول كالقطوع
Fag'ulibat. Ba'ud degan asli parchalovchi, kesguvchi, uzvog'uvchi degan ma'noda. Lekin pashi degan to'xtamay odamni parchalaydigan odamning bir qismini uzib oladi pashi degan. Nima uzib oladi? Masalan, qonni. Qon degan odamning bir qismi, ha? Odamning qonni uzib oladi. Odamning qonni parchalab elib oladi. Ba'zan cho'ng pashi bo'lsa, qon emas, go'shtni ishlab elishi mumkin. Odamning go'shtini ishlab elib olishi mumkin. Burungi zamonda jinoyatchilarni ba'zi ashaddiy jinoyatchilarni rasmiy qiynamoqchi bo'lsa, pashilikqa, pashi ko'p yerga olib bog'lab qo'ydi ekan. Pashi uni talab, sumkini qilib qo'ygan, sumkini, skeletlarini. Ashunda holatda qiynaydigan masalan. Shuni pashi deganni tishlog'uchi, parchalovchi deb atab keyin ism aylanib qolgan deydi. Keyin pashiniki namus degan pashining nimasiga ism aylanib qolgan Davud. Tushunarlimi? Bundaki ismlashib ketgan bir sifatdan Davud. Fama fawqaha. Fama fawqaha degan nima desang? Ya'ni fama fawqaha. Fashi Alloh taolo fasha va fashidan yuqori narsalarni bayon qilishni, misol qilib bayon qilishni tartib qilmaydi. Fama fawqaha degan fama tajawazaha degan. Ya'ni bu yerdagi tajovuz ikki xil ma'noda chiqqan bo'ldi. Ya ma'ni jihatda, ma'nida fashidan muvofiq deb ketgan narsalar bayon qilishni tartibmaydi degan bo'ldi yoki jism jihatda fashidan cho'ng narsalarni bayon qilishni tartibmaydi degan bo'ldi. Agar ma'ni jihatda fashidan cho'ng narsa, fashidan o'tib ketgan narsalarni bayon qilsa, texnik fashidan kichik degan ma'ni chiqadi bu chog'da. Ya'ni fashidagi ma'ni nima bilamsizlar? Fashidagi ma'ni kichiklik, tilga og'ishlik yo'q, haqiqatlik, kichiklik, ozlik ma'nisi. Men ma'nida buni nima qilib ketgan gap, fashidanmi kichik degan ma'ni birdi. Mana ma'ni jihatdagi bo'lgani. Yoki jism jihatda pasha eng kichik narsa desak, undan cho'ng ko'michuk, chivin degandek undan cho'ng narsalarni agar to'g'ri kelsa, mo'rlik kelsa, bayon qilishdan yenib qolmaydi degan ma'noni beryapti. Shuningmi shu kallamni beryapman. Tuvan fama dunaha degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Fama fawqaha. Ya'ni hajm jihati cho'ng bo'lsa akbar degan ma'noda. Agar ma'ni jihatda, ya'ni haqiqatan pashidanmi tilga og'ishlik yo'q. Pashidanmi kichik narsa deganda bo'lsa, fama dunaha degan ma'no bo'lishi. Her iki ihtimali var. Mesela bir yazı var. Fema tecavezaha. Yani faşidin halkı ketken ne demek? Mani cihatte. Ve zade aleyha fil ma'na. Yani faşiga mani cihatte faşidin eşlik ketken. Ellezî duribet fihi meselen. Yani mesela misal kılıp bayan kılıngan manideki faşidin manisini mi eşlik ketken? O manus kalsa ve huve el qilletu vel haqara. Faşideki misal kılıp bayan kılıngan misal ne? Aslında devamlı faşidiyen ne misal kılındı o? Bir narsaning ozligiga, u narsaning haqiqatligiga degan tilga og'ishlik yo'qligiga. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu dunyoni qarasam, agar Alloh taolaning dargohida dunyo bir nimaniki fashining qanitiga, janaha ba'uda, bir fashining qanitiga bir tang kelgan bo'lsa dunyo, kofir bitta mitim dunyodan bitta mitim bermaydi degan Payg'ambar alayhisalom. Demak nimaga misol qilib kelgan pasha bir narsaning ozligiga, haqiqatligiga. Endi ozliqda yiqildi, pashidan kichik bo'lgan narsalarni xolisa, uning bayon qildi degan bo'ldi. Hali u pash ekan, uning kichik narsalarni bayon qildi degan bo'ldi. Yoki aw fama zada alayha fil hajm. Yoki hajm jihatda pashidan ziyada bo'lgan narsa, fama fawqani ma'nosi pashidan cho'ng degan ma'no bu. Pashidan cho'ng degan ma'no bildirdi. Kannahu arada bizalik, xuddi Alloh taolo bilan mastankaruhu min darbil masali biz-zubab vel ankabut. Bu chaqda pashidan cho'ng narsalarni bayon qilishni tatbiq qilmaydi degan ma'noda xuddi beshidagi sabab nuzul bo'yicha Alloh taolo nima uchun ya'ni Allohni qo'yib boshqalarga ibodat qilib, butlarga ibodat qilganlarning butlari bir chivinni yaratolmaydi degan chivin va ankabut degan o'ylarning eng ojiz o'michning uyi degan o'michuk shularni misol qilib keltirishga inkor qildimi ular? Zubob ankabutlarni misol qilib keltirishga inkor qilgan ekan. Endi o zubob ankabutga Alloh taolo pashini inkor qildi. Pashini misol agar to'g'ri kelsa agar muhim bo'lsa pashini ham misol bayon qildi. Pashini fama fawqa degan gap pashini bayon qiladi, pashini cho'ng narsalarni albatta bayon qildi, chivin o'michlarni degan ma'noda bo'ladi. Li'annahuma chunki bu pash bilan zubob bilan ankabut, ya'ni chivin bilan o'michuk akbaru min al-ba'uda. Fashidan nima? Cho'ngroq. Va la yuqalu endi bunda deb itiroz kammaydi, ya'ni bunda deb itiroz kelsa bo'lmaydi. Ya'ni kayfa yudrabul masalu bima dunal ba'uda. Pashidan bu tuvan narsalardan yana birinchi ma'no bo'yicha, ma'no deganki birinchi ma'no bo'yicha pashidanmi tuvanroq bo'lgan narsalar misol bayon qilish qandoqmi
durus buludu, qanday mücaiz buludu. Ve hiye nihayeti fis-sigar. Paşidin kiçiklikte en çıkık etken narsa olsa, onun mu küçük narsadan misal bayan kanını müyülü var dep sual koyulmaydı. Nemişka? Lienne cenahal ba'udati aqallu minha. Çünkü paşının kanıtı paşidin mi küçükrak, paşidin mi azrak ve asgaru bir derece degen paşidin bir qancha derece, bir qancha hassa küçükrak. Ve kad darabahu Resulullah. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya paşının kanıtını dünyaya misal kılıp bayan kılan. Mesela Sahl ibn Sa'd radıyallahu anh merfu telizdir var hadisinde diyen "Lev kâneted dünya ta'dilu indallahi cenaha ba'udatin ma saqa minha şerbete ma." İmam Tirmizi var hadis. Eğer bu dünya Allah'ın nazarında bir paşının kanıtı tenkelgen bolsa idi, Allah Teala bu dünyadan kapırı bir yutum su vermeydi. Yani demek şu hadis kaydetten bolsanmı? Peygamber cenaha ba'udatin misal keltirdi. Yani paşının mı küçük nazarda misal keltirdi tamamen mümkün. Allah halisa misal keltiri burada. Şu onun biz paşının küçük nazarda misal keltirdi de qanday diguludu demek paşının mı küçük nazarda ba. Tabi. Mesela nima zarra paşının küçük, elektron paşının küçük mesela. Şunlar gibi. Bu yönde dersim müşakçı bolsun ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alamin.